Bismillah. Bu biyamiz 3 ta tuqqan. Mana bu 3-chi bolasi. Zoti egasi budyon deb sotgan. Xudo xolasa yaxshi narsa. Uzun kelishgan. Bolasi xudo xolasa avgustda 1 yosh bo'ladi. Ko'rishni tushsin. Bolasini hozir shu turishi xudo xolasa 1.40, 1.45 lar bor. Onasi 1.60 lar. Baytalligida olingan. O'zimizda birinchi bolasini ham, ikkinchisini ham, uchinchisini ham o'zimizda tug'di. Kelishgan, katta. Bolaga polvon, bolani zo'r beradi. Onasiga ham uzun, yaxshi narsa. Yovvosh, mindiradi bolaga ham yaxshi. Uzun kelishgan, yaxshi narsa. Tuyoqlari ham qora tuyoq. Bolasini ham tuyog'i chiroyli, yaxshi tuyoq. Yuzini oling. Assalomu alaykum o'g'illar, salomatmisizlar, charchamayapsizlar? Xo'p, bu biyamiz juda ham yuvosh ekan, oxiriga ham yeb yetishga ham zo'r ekan. Kimga qiziq bo'lsa sotilar ekan, telefon nomerlarini qoldiraman. Asosiysi bola-ku, bolani zo'r beradi deyishdi. Shu qanaqa ayg'ir qo'yilsa, o'sha ayg'irni ko'pay qilib beryapti ekan. Hali yosh, endi 3-chi bolasini tuqqan. Bismillah. Narxi $4.5 ming. Biyani hozirgi holati qisir ekan. Qanaqa ayg'iringiz bo'lsa, qo'ya olasizlar. Narx $4.5 ming. Ozgina xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bolasini o'zi onasiga yetib qolgan. Olgan odamga ham xudo xolasa baraka olib keladigan yaxshi ot. Rahmat.